Boshiga $80,000 berib bu BMW M5 F90 Competition'ni ola olasiz desam ishonasizmi? Buni yili 2023 va 26,000 km masofani bosib o'tgan. Kapot ostida 4.4 litrli twin turbo M-Power motor yotibdi va bunda 625 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 ga bo'lsa 3.2 soniyada chiqadi. Mashina individual zakaz asosida kelganligi uchun buni tomida luki bor. Bunda 20 dyumli diskalar turibdi va u KS stilda bo'yalgan. Tormoz sistemasiga keladigan bo'lsa, perforatsiyali. Bunga titanoviy dekin выхлопной sistemasi qo'yilgan. Bo'lmasam buni ovozini bitta eshitib ko'ramiz. Saloniga jigarrang va qora koja did bilan ishlangan, plus matoviy karbon elementlari bilan. Patologiyaga keladigan bo'lsa, Alcantara plus rulli ham Alcantara qilishgan. Audio sistemasi Bauer & Wilkins. Ana endi bu BMW M5 F90 Competition'ning narxiga keladigan bo'lsa, $164,000. Agar bo'lib to'lashga olmoqchi bo'ladigan